Assalomu alaykum chorvachilar. Xudo xolasa biz yangilik yaratishdan to'xtamayapmiz. Hozir novoz, qisir, xunojin yemlarimizni ishlab chiqarish yana ham ko'proq qilib boshladik. Xudo xolasa ko'pchilikdan tushayotgan savollarga ko'rsatib o'ting, nimalarni qo'shyapsiz degan akalarimizga mana 7 xil mahsulotimizni qo'shyapmiz. Kepak, drabilka kunjara, toshbuloq kunjarasi, makka uni, arpa uni, bug'doy uni, keyin oxirisi mana o'zimizning 7-ingredient Xitoy mahsulotini un qilib ishlab chiqarilgan holati. Xudo xolasa mana tuzlarni tayyor qilib, kepaklarni tayyor qilib tashab qo'yganmiz. Bu yemlarimiz xudo xolasa 90 kun ichida 100% rezultat beradigan yemlarimizni chiqarayotganmiz. Musofir yurtdan kuzatayotgan akalarimizga, qattiq poddesh qilayotgan akalarimizga addenni qilib, chiroyli bonuslarni qilib berayotganmiz. Sizlar ham xudo xolasa murojaat qilaveringlar. Qanaqa miqdorda kerak bo'lsa, dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Xudo xolasa mana viloyatlarga ham dastavkalarimiz bepul qilib chiqarib qo'yamiz. Prosta miqdori sal ko'proq bo'lsa, dastavkalarimizni bepul qilib beramiz. Xudo xolasa